Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Yeni Zelandiya Baş Ministerining Xitoy ziyarati diqqat qo'zg'adi. Yeni Zelandiya Baş Ministeri 30 iyun Beijingdagi ziyoratini oxirlashtirgan bo'lib, bu jarayonda Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishib, ikki tarafning munosabatini kuchaytirishga tirishgan. Mutaxassislar bo'lsa, Yeni Zelandiyaning Amerikaning Hind-Tinch okean strategiyasining ojiz nuqtasi bo'lib qoladiganligini ilgari surmoqda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Beşgöz ittifoqining a'zo davlatlaridan biri bo'lgan Yeni Zelandiyaning bosh ministri Chris Hipkins o'z davlatining savdo o'mikini boshlab 25 iyundan 30 iyungacha Beijingda ziyorati bo'lgan va Xi Jinping, Li Qiang qatorliq Xitoy rejimining yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishgan. Savdo o'mikida Yeni Zelandiyadagi eng chong shirkat korxonalarining vakillarimi o'rin olgan bo'lib, Xitoy bilan Yeni Zelandiya o'rtasida savdo, yezi egilik, o'rmonchilik, ma'rif, fan texnika qatorliq sohalar bo'yicha ko'plagan kelishimlar imzolangan. Xabarda qayd qilinishicha, bu qatimliq ziyorat ikki tarafning muhim iqtisodiy munosabatini qaytadan muqimlashtirgan uchirish deb sifatlangan bo'lib, Chris Hipkins Xitoyning inson haqlari dafsandachiligiga sukut qilgan. U Baydenning Xi Jinpingni mustabid deb sifatlashiga qo'shilmaydiganligini bildirish bilan birga, Xitoydagi hukumat shaklining Xitoy xalqining o'z masalasi ekanligini ta'kidlagan. Undan başqa Avstraliya Baş Ministri Antoni Albanese oldingi haftadagi so'zida pat yaqinda Xitoyni ziyorat qiladiganligini, ammo muvofiq bir fursatda ziyorat vaqtini aniq bekitadiganligini bildirgan va shundaqla Xitoy bilan Avstraliyaning savdo munosabatining muhimligini ta'kidlagan. Ko'plagan xalqaro munosabat mutaxassislarining qarashicha, Beşgöz ittifoqi davlatlari ichida Yeni Zelandiya Xitoyga savdo jihatda eng beqinib qolgan davlat bo'lg'achqa Xitoyga bosh egishga majbur ekan. Bu sababli Yeni Zelandiya Xitoyning Beşgöz ittifoqiga qarshi bo'sish eg'izi bo'lib, Xitoyga fursat yaratib beradi ekan. Ammo yana bir turkum mutaxassislarning qarashicha bo'lsa, Yeni Zelandiya va Avstraliyaning Xitoy bilan munosabatini kuchaytirishi Hind-Tinch okean rayonidagi kuch tangpongligiga ko'p ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Sharq Turkiston xalqi bu yilmi Qurbon hayit xushalligidan mahrum qoldi. Xitoy rejimi xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun Sharq Turkiston xalqini har qaysi shahar, nahiyalarda majburiy usulga tashkillab Qurbon hayitini xushal o'tkazganligini tashviq qilishga uringan bo'lsa-mu, tarqalayotgan sirlar irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan Sharq Turkiston xalqining hayit kunlaridami xushallikdan mahrum qolganligini ko'rsatib bermoqda. Lager şahidi Zumrat Xanım Facebook sahifasida ham baharlagan sirlardan oshkorlanishicha, Xitoy rejimi har xil besimlar hayitni qasddan kayniga surish qatorliq vositalar orqali Uyg'urlarning Qurbon hayitini xotirjam o'tkazishiga fursat bermagan. Tarqalgan sirlarning birida bir Uyg'ur ayol chiroyi qayg'uga to'lgan holda so'z qilib, xalqning hayit kunlarini xushal-xuram o'tkazolmaganligini ko'rsatib bergan. Salam do'ynimdagi barcha azizlarim, mehribonlarim, kuyimchan qarindoshlarim. Bugun hayit deydi. Hammalarning hayiti muborak bo'lsin. Hayit qilayotgan hamma oilalarga hayit shodligi nasib bo'lsin. Sizlar qandaqlar hayit bo'ladi? Qandaq kishilar hayit o'ynaydiganda? O'sha hayitlar qattiqlik kelmagan bo'lsa deb ketaman. Qanday odam bugungi kunlikda xo'shaldi. Raslayit bo'ldimi bugun? Top-toplarda, do'yinlarda qaynab ketibdi hayitda seyit deb. Lekin bizlarga hayit emas, qayg'u bu otamdosh qilib.
Qaysanlarning uyda hid tantanisi bo'lyotidi, nag'ma-navo yig'inlayotidi. Balkim shuning ichida nurg'ullarning uyda hid bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bizliklarning ko'ngilda hidning kichiknikan bir ma'nosi yo'q. Men hech nima qilmadim, azizlar, hech nima. Menadagi o'tkazib baxmagandan nechinglar bor. O'tkazmaganlaringlardan nechinglar bor. Qattiq dasturxon tiziminglardan men o'xshash nechinglar bor, azizlar. Bir ketaymi desam texi. Adam zat yo'q, bir ketkim kevatdi jumamina. Malishchida to'g'immi yo'q. Bo'pti, boshqalarning hid tantanasi xushallik ichida o'ssin, azizlarim. Hid muborak. Xitoy Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilib yo'qotish, har xil bahonalar bilan tutqun qilish, saq holatda turma va lagerlarga qamalganlarning jasadlari chiqish qatorliq ig'ir tragediyalar, ota-onalarning farzandlaridan ayrilishi, oilalarning parchalanishi qatorliq musibatlar Sharq Turkiston xalqini hidni haqiqiy ma'nosi bilan xushal o'tkazishdan mahrum qilgan. Xitoy bo'lsa xalqni majburiy holda samo usuliga tashkillab, Sharq Turkiston xalqining xushal hid qilganligini tashviq qilishga urinmoqda. Xitoyning Jiangxi o'lkasida ig'ir portlash yuz berdi. 1-iyul Xitoyning Jiangxi o'lkasi Guishi shahriga joylashgan Jiangxi Qiantay yangi material cheklanish shirkatida ig'ir portlash voqeasi yuz bergan. Xitoy axborot vositalarining bu vaqtdagi xabarlarida qayd qilinishicha, 1-iyul tushdan keyin shu joy vaqti soat 1:30 da Guishi shaharlik jiddiy ahvollarni bartaraf qilish idorasi hozirga qadar talafotga uchraganlik xabari topshirib olmaganligini bildirgan. Navbatda voqeaning sababi hamda qazo qiluvchilarning soni tekshirilmoqda ekan. İctimai uçur vositalarida tarqatilgan sirlarda ko'rsatilishicha, bu hodisa ig'ir portlash voqeasi bo'lib, yaqin atrofdagi nurg'un zavodlarga ta'sir qilgan. Portlash voqeasi bo'lgan zavoddan 200 metr yiroqlikdagi yangi material shirkatining bosh direktorining aytishicha, 1-iyul shu joy vaqti atigan soat 10:30 atrofida oldi bilan Jiangxi Qiantay yangi material cheklanish shirkatiga o't ketganligi sababli portlagan. Ofat boshqa yerga yamrashga boshlagandan keyin darhol zavoddagi 50 dan ortiq xizmatchini yo'tkigan. 4 gektar yerni o'z ichiga olgan zavod binosi vayron bo'lgan. Navbatda naq maydon butunlay qamal qilingan. Ma'lum bo'lishicha, oldi bilan zavodga o't ketgan. Orqadan o't yamrab ketganligi sababli portlash yuz bergan. Portlashda o't atrofga shiddat bilan kengayib, ig'ir darajada ziyon keltirib chiqargan. Gerçi portlash ig'ir bo'lgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy rejimi yanada ofatda o'lgan yaralanganlarning yo'qligini bildirgan. Shundaqli kelib chiqqan iqtisodiy ziyonlarni e'lon qilmagan. Portlagan shirkatning rasmiy tor betida ko'rsatilishicha, Jiangxi Qiantay yangi materiallar cheklanish shirkati 2019-yilda qurilgan bo'lib, bu shirkat Jiangxi o'lkasi Guishi shahridagi fosfor ximiya bazasi ekan. Amerika bilan Koreya birlashma havo manevri o'tkazdi. Koreya bilan Amerika Janubiy Koreya yarim orolida birlashma havo manevri o'tkazdi. Yonhap xabar agentligining Janubiy Koreya davlat mudofaa ministrligini manba qilgan xabariga asoslanganda, Koreya bilan Amerikaning bu qatimqi birlashma havo manevriga Amerikaning B-52 tiplik yiroq masofalik strategik bombardimonchi aeroplani qatnashgan. Manevrda ikki davlatning birlashma harakat elib berish iqtidorini yuqori ko'tarib, o'rtaq mudofaa maydonini kuchaytirish irodasi namoyon qilingan. Yevropa davlatlari ko'chmanlar va panohlanuvchilar belgilamasi masalasida kelisholmadi. Polsha bilan Vengriyaning qarshiligi sababidan Yevropa ittifoqi yangi o'rtaq ko'chmanlar va panohlanish belgilamasi to'g'risidagi talash tortishni hal qila olmadi. Belgiyaning poytaxti Bryusselda 2 kun davomlashgan Yevropa ittifoqi boshliqlari yig'inida
Yevropa İttifaqı rəhbərləri köçmənlər toğrısındakı birləşmə bayanatını qəbul qıla almadı. Yevropa İttifaqı komiteti tərəfindən o'ttirg'a qo'yilgandan keyin mush oyning 5-ida ko'p sonliq tərəfindən qəbul qilingan ittifoqlik mexanizmining köçmənlərning Yevropa İttifaqidagi har bir davlatga majburiy taqsimlanishini aksiga bo'lganda a'zo davlatlarning har bir köçmən uchun 20 ming yevro to'lashini mazmun qilgan belgilamasiga Polsha bilan Vengriya e'tiroz bildirdi. Boshliqlar yig'inining kun tartibidagi boshqa masalalar to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilingan bo'lsa-mu, ko'chmanlar to'g'risida faqat Yevropa Kengashi raisi Charles Michelning imzosi bilan birli hujjat tarqitildi. Michel mazkur hujjatda Polsha bilan Vengriyaning unumli ko'chmanlik va panohlanish siyosati masalasida yarashishga ehtiyojning borligini, ittifoqlik tadbirlari doirasida ko'chmanlarning taqsimlanishining fidokorlikni asos qilishi kerakligini o'ttirg'a qo'yganligi qayd qilindi degan iboralarga o'rin berdi. Michel boshliqlar yig'ini oxirlashgandan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Ukrainalik musofirlarni ko'plab qabul qilgan Vengriya bilan Polshaning yangi qoidalarining layoqatli ko'p sonliqlar tarafidan emas, birdek ma'qullanishini talab qilganligini, ularning talabiga asosan o'zgartirilgan o'rtaq bayonotga imzo qo'yilmaganligini bildirdi. Fransiyadagi jiddiy vaziyat avjiga chiqdi. Fransiyada tegi Aljeriyalik 17 yoshlik Nail 27 iyunda saqchi o'qida qazo qilgandan keyin avjiga chiqqan jiddiylik texmo kuchaymoqda. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Fransiya saqchilari 5 kundan beri davomlashgan namoyishda poytaxt Parij qatorliq nurg'un shaharlarda bulonchilik va talon-taroj qilish voqealariga qarata bexatarlik tadbirlarini kuchaytirdi. Parijning donglik Shanzeliz ko'chasi tarqoqlashtirildi. Butun kun bo'yicha uzilmagan to'qinishlar kechagacha davomlashdi. Namoyish jarayonida nurg'un avtomobillarga o't qo'yib berildi. Voqealarni bostirish uchun 45 ming saqchi va jandarma xodimi aralashmoqda. Kechida 300 dan ortiq namoyishchi qo'lga olindi. Umumiy qo'lga olinganlarning soni 2000 dan oshib ketdi. Namoyishning oldini olishga kuchi yetmagan Fransiya hukumatı yangi belgilamlarni yo'lga qo'yishga tayyorlik qilmoqda. Fransiya Adliya ministri Eric Dupont-Moretti namoyish qatnashgan 17 yoshdan tuvan o'smirlarning ota-onasining javobgarlikka tortilganligini, 2 yillik qamoq jazosi va 30 ming yevro jarimani qo'yilishi mumkinligini bildirdi. Naq maydonga Bronevik va yordamchi qismlar yo'llandi. Voqealarda hozirga qadar 1300 dan ortiq avtomobilga va 230 dan ortiq binoga o't qo'yib berildi. Kam deganda 30 saqchi punkti va 11 jandarma punkti hujumga uchradi. Ommaviy rayonlarda 2560 joyga o't qo'yib berildi. Fransiyadagi voqealarni kontrollik ostiga olish uchun jiddiy holat e'lon qilishni o'z ichiga olgan nurg'un tanlashlar muzokara qilinmoqda. Fransiyada kechalari ko'chaga chiqish cheklangan shaharlarning soni 10 ga yetdi. Yana bir tarafdan Turkiyaning orqadan Ozarbayjonmo namoyish davom qilayotgan Fransiyaga sayohatga boradigan fuqarolarni intayin ehtiyotchan bo'lish haqida ogohlantirdi. Saqchilar 27-iyunda Nanterli rayonida ichida 3 kishi o'ltirgan va to'xta degan ogohlantirishga bo'ysunmagan avtomobilga o'q chiqargan bo'lib, avtomobilning 17 yoshli shoferi saqchining o'qida o'lgan edi. Voqea haqida tekshirish boshlangan bo'lsa-mu, Nailning o'ldirilishiga norozilik bildirgan xalq ommasi Fransiyaning har qaysi shaharlarida ko'chalarga chiqib saqchilar bilan to'qnashgan edi. Fransiya prezidenti Macron Fransiyadagi hodisalar tufaylidan 2-iyuldan 4-iyulgacha Germaniyada elib bormoqchi bo'lgan ziyoratini kechiktirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.